5. qism. Yurt çoğunları şundaq dep ularga nasihat qilgandan keyin dadamning o insonlari xeylilar jimib qoldi. Lekin hozir bizga faqatli qaramaydi. Necha kundan beri uyda yo'q vaqtimizda ularning qotandagi qo'y kalalarni bulang-talang qilib yoki uyimizga o't qo'yishdan ansirgan edim aka. Uyga kelib xeyli ko'nglim joyiga tushib qoldi. Hech qisi yo'q. Qo'y kalalar o'g'riqlab ketgan bo'lsa, yana samirtib olsak bo'ladi-ku. Muxtarning bu gapini anglab, ichim ochiqli bo'lib qoldi. Bir onaning qo'rsqidan necha yangi bola tushdi degan gap rost ekan. Cho'nglarning bu gapini mana bugun tushungandek bo'ldim. Onamning hech qanday urug'-tuquni yo'q, qari yetim edi. Lekin dadamning 6 qarindishi bor. Onam doktorxonaga kirib qolgan. Tunji kunisi hammasiga telefon qilib yordam so'rsam, birsimi yordam qilmadi. Uning ustiga onamning doktorxonaligini bilib turibmi, biror qitimmi yo'qlab qo'ymadi. Bu ishlar bo'lib o'tgandan boshlab men bu urug'-tuqqanlarni biroqla unutib ketdim. Shu kundan boshlab enim bilan tang tirishib, uyning yugur yetim ishlarini qilib, necha vaqtdan beri onam bilan enim uyda qilib bo'la olmagan ishlarning hammasini erinmay bir qo'lliq qilib g'uliga g'ul keltirib etdim. Bir kuni o'ylada o'tirib, ixtiyorsiz ko'zim dadamning hunar qiladigan uyiga tushdi. Rahmatli dadam o'lib ketgandan beri biz uning barliq narsalarini o'sha uy ichiga akirib qo'yib, bir qitimmi ichib boqmagan edik. Qadamlarim ixtiyorsiz meni so'rab shu uy tarafga elib bordi. Ishning yeniga esilgan ochquchlar orasida u uyning ochquchini tepib, asta ichib uyga kirdim. Uy ichidagi barliq jabduqlarni topib besib ketgan bo'lsa-mu, ammo barliq narsalarning her joyda retli turg'unidan hayron bo'ldim. Bu narsalarga qarab, dadam ko'zimga ko'rinib, o'zimni tutib ololmay yig'lab ketdim. Birdan yig'lab o'tirgandan keyin asta o'rnimdan turib, bu uydagi barliq narsalarni surtib tozalashga boshladim. Dadam var vaqtidagidek bo'lib qolganini ko'rib, ko'z ish qilishga boshladi. Bir-birimizga esilib yig'lab ketdik. Tuyuqsiz muxtar yig'dim turdi. Oka, bir ishni deyishni unutib qoptiman. Doktorxonadan xabar keldi. Endi
apamni doktorxonadan chiqsaq bo'ladi ekan. Bu xabarni anglab shunda xo'sh bo'lib ketdim. Biz birlikda bu narsalarni yig'ishtirib bo'lgandan keyin ishing taqab doktorxona qarab maqdim. Etsin eni singildirim bilan apamni doktorxonadan elib chiqdim. Uyimiz qaytadan yana xo'shallikqa to'ldi. Ertasidan boshlab eni singildirim maktabga ketdi. Men onamga qarag'ach uyning barliq ishlarini o'z ustimga oldim. Bir kuni men onamning qo'llarini so'yib turib, mendan nimani umid qilganligini so'radim. Onam qo'llari bilan beshlarimni silag'ach, ko'zlariga yosh ilib, "Jinim bolam, burun sendan cho'ng umidlar kutatdim. Tirishib yaxshi o'qisa, yaramliq odam bo'lsa, bizning uydanmi hukumat o'rinlarida ishlaydigan oq yoqliq odamdan birisi chiqsa deb o'ylaydim. Lekin sen gapimni anglamay o'qishdan chekinib ketding. Hozir yeshingmi bir yerga berib qoldi. Endi sendan kutadiganim dadangning kasbiga varislik qilsang. Kichik vaqtingda dadangdan o'rganib olganing bo'yicha xarajchilik qilgan bo'lsang. O'zingmi bilasan, bu hunarning kirimi jiq, chiqimi oz. Uning ustiga bizning uydami hamma jabtiq saramjonlar to'liq. Bu hunarni qilib pul tepishni o'rganib olsang, keyin yaxshi kunning yomoni bo'lib, men kelib qolsammi, puklaringni o'qisiz qo'ymaysan. Yana kelib, rahmatli dadang u dunyoda turib, ruhi sendan xush bo'lgan bo'ladi deb balam. Onamning bu gaplarni anglab, ko'nglim pallada yorib ketdi. Demisimi, mening birdan bir qila oladigan ishim mushu edi. Maktabda o'qiyotgan chog'larimda ozroq bo'sh vaqt topsamla, dadam hunar qiladigan uyga kirib, dadamga yordamlashib, har xil yog'och ishik, ustal, o'rindiq qatorliq narsalarni yozishib beratdim. Shu chog'larda bu hunarda xeyla pishib qolgan edim. Men onamni yetlab, dadamning hunar qiladigan uyiga elib kirdim. Onam mening bu uylarni shundoq pokiz tozalab, saramjonlashtirib qo'yganimni ko'rib, intayin xush bo'ldi. Mana shu kundan boshlab men yezi bozorga berib, kam narsalarni to'liqlab bo'lgandan keyin e'lon vivska ishlaydigan yerga berib, cho'ng vivskadan birini yasatdim. Vivskaga o'zim yasayalaydigan ustal o'rindiqlarning rasmlarini qo'ydirib, eng ustiga Otimiras qo'l hunarvanchiligi degan ismni yozg'izdim. Ondan vivskani akilib, dadam hunar qilgan uyning eshigiga osdim. Oradan bir necha kun o'tmay,
tarafdan hojatmanlar meni izlab kelib, har xil yog'ochdan yasaladigan buyumlarni buyurtishga boshladi. Menmi ular buyurtgan narsalarni ko'ngil qo'yib, sipta qilib yasab berdim. Kundan kunga xaridorlarimni avishga boshladi. Mana hozir mening kunlik kirimim 500 ko'ydan eshitmayotdi. Bechora onam har kuni men o'nar qilayotgan uyga kirib, menga yordamlashgach, ancha-muncha qiziq paranglarni qilib, meni kuldiratdi. Mehrli qo'llari bilan boshlarimni silaydi. Har qitim onamning chiroyiga qarsam, ilgari qilganlarimga do'tlik qilib, onamning dalaga azor berganlarimga intayin pushayman qilatdim. Hozir uyning barliq ishlarini onamga qilg'izmay o'zim qilishga boshladim. Onam ba'zida bekorchilikdan zerikib, menga qaqshapni qo'yadi. Shundaq xo'shal ketib borgan ko'zlarimizda mening ilgari jamiyatdagi o'ynab yurgan hiyliqi og'irlarim pat-pat bizning eshik oldida paydo bo'ladigan bo'lib qoldi. Her daim onam ularni ko'rganda menga ma'nilik qarab qo'yadi. Shundaq chaqlarda men nima qilishimni bilolmay qolatdim. Onamning bu qarashlaridan men uning ko'nglidagini tushunib bo'lsammi, ammo hech nima demadim. Meningmi bu og'irlarim bilan korim bo'lmadi. Chunki men hozirgi bu xo'shal kunlarimni qayta yo'tirib qo'yishdan bakli ansiraydim.